Nihoyat men ham o'z uyimga ko'chib o'tdim. Shahar chekkasidagi eskiroq dom bo'lsa ham, birinchi qavatdagi 101 xonadon menga juda ma'qul keldi. Narxi ham hamyonbop. To'g'ri, biroz ta'mirtalab, lekin sekin-asta hammasini to'g'rilab olaman. Asosiysi o'zimning uyim, o'zimning tinchligim. Zona biroz ta'mirtalab, lekin yashasa bo'ladi. Shiftlari baland, derazalari esa tashqaridagi qalin daraxtlarga qaragan. Nega bu yer shuncha vaqt bo'sh turgan ekan-a? Mayli. Asosiysi endi men yolg'izman. Hech kim xalaqit bermaydi. Oradan bir necha soat o'tdi. Tashqarida qorong'u butunlay hukmronlik qila boshlagan. Men oshxonada choy ichib, yangi rejalarim haqida o'ylab o'tirardim. Uy shunchalik tinch ediki, hatto o'z nafasimni eshitayotgandek edim. To'satdan oshxona burchagidagi devorda galati bir narsaga ko'zim tushdi. Eski gulqog'ozning bir cheti shilingan, ostidan esa qora, chuqur izlar ko'rinib turardi. Go'yo kimdir o'tkir tirnoqlari bilan devorni ayovsiz tirnagandek. Yaqinroq borib, o'sha izlarni ushlab ko'rdim. Sovuq, beton muzdek edi. Bu izlar oddiy emasdi. Ular yuqoridan pastga emas, balki ichkaridan tashqariga qarab yo'nalgan edi. Go'yo devorning ichida kimdir qamalib qolgan u, tashqariga chiqishga jon jahdi bilan uringandek.